Ko'radi. Qizlar biz shunaqa zo'r dahshat joyga keldik. Hozir sizlarga ham obzorchi qilaman. Hamma uchun qiziq. Istoriyalar oxirigacha ko'ringlar. Основасini to'playdi. Наконец-то, endi ko'rishim. Harorat qayerda bo'ladi? Keyin pechat qilinadi. Voy, qizlar, qaralar. Mana narsani chiqarib oldik. Biz o'sha eski narsani zamonaviy uskunalarda o'sha zamonaviy texnologiyada ishlab chiqarilyapti. Mahsulotni, misol uchun mana bu narsani batda jarayon ketadi buni. Bleskini chiqarish, rangni o'ziga olishi, ishlov beriladi bunga. Bu narsalar chiqadi, mana ortiqcha gullari. Rovshalar qaranglar. Manshuraxon ishlamagan shu proyektimiz qoladi mana. Kishini ham etagiga yetarkan. Bu kачество o'rtacha ekan. Eto. Lekin mashlarni biz dahshat deb o'ylaymiz. Undan ham dahshatlari bor ekan, o'rtoqlar. Buni tayyor keladi siz tekshirishda. Mana bunaqa material hozir anuni ichiga biti kirib chiqqandan keyin bunaqa tekislikda chiqadi. Bu mana qimmatidan bu. Ikki tomonli qasamga o'xshagan narsalar, ikki tomonli. Bu hozir baqa kirib chiqib, unaqa silliq bo'lib chiqadi. Tekisal dazmol bo'lib chiqadi bu narsa. Hayotingda shuni ham ko'rding, Nazira. Mana sizlar ham ko'rdilarmi, quyoshchalarim meni bahonamda. To'g'riroq ma'lumotni shu o'rtog'imdan olamiz, chunki hozir qaysidir gaplarim ichida mana sizlarga o'sha o'rgangan narsamda noto'g'ri qo'ygan bo'lsa, mutaxassis eshitib qolsa, lopib qochyapti demaslik kerak. Lopib qochyapti, ha. O'zimizni milliyligimizga yetmaydi. Milliyligimiz baribir ham boshqacha. Muhabbat bor, qanaqadir qalbda odamda. Bu bizniki degan narsa bor-da. Nimada segmentga chiqadigan material, sintetika bu mana pechat bo'lib, adam printer o'zi pechat qilib chiqaraveradi. Instagramdan chiqasiz, zo'r kanal. Buni hozir bular bilan kelishdim, bular bitta. Bo'lmasam biz javobini aytib yuboramiz. Men aytib yuboraman, bitta nima qilay, analiz qilib ko'ray. Qayerda kim shunaqa erkalatishadi ya, qaranglar. Bizga premium bitta nusxada chiqadigan adreslardan sovg'a qilishdi. Обязательно buni bitta dahshat joyda ko'rasizlar ustimizda, xudo xolasa. Barchaga xayrli tong, mani quyoshchalarim. Bugun menda ertalabda bitta alg'u bor, keyin esa syomkamiz bor, как всегда. Увлажняющий krem qo'yib oldik. Mana shunaqangi ishlataman krem. Bilasizlar, Maftuna Lux salonining proyektidan olganman. Shu proyektga syomka qilishimiz kerak bugun borib. Ideya masalasi har doimgidek bizni jicha qiynaydi, lekin xudoga shukr har bitta videoyimiz, ikkita videoyimiz milliondan 1,5 million, почти 2 millionga bordi. Qolgan videolarimiz 400-500 ahvat shunaqa, xudoga shukr. Endigina bir oy ishladik. Endi yana davom ettiryapmiz. Ro'molda bu yana oson emas. Nima sonsiz защитка kremimni qo'ya olaman. Har kuni sonsiz защитный krem qo'yaman. To'g'ri qo'yyapman etaplarini qizlar aytib yuboringlar. Umvalkada yuvib chiqdim, tonik qo'yaman, keyin har doim keyin увлажняющий krem qo'yaman, питательный. Keyin sonsiz защитка qo'yaman. Siviritka mana esimdan chiqibdi. O'zi betim yog'li, ishdan kelganimcha yaltillab, yana ham yog'li, asalchi bo'lib qolaman. Sponjimni qo'llab chiqdim, bu esa tonalkam. Undan tashqari yana boshqa tonalkalarim ham bor. Nimagadir men shunga, mana shu tonalkaga o'rganib qolganman. Diordan original tonalkam ham bor. Вообще-то shuni qo'yib ko'ring endi bugun sizlar uchun. O'zimcha o'xshatib. Tak qizlar, tonalkamni qo'yib bo'ldim. Endi keyin esa mana chetda rumyanani o'rniga mana shunaqangi narsa qo'ydim. Olyapman deb bo'lmabman. Как pomadaqa, lekin kontur deydi. Buni men Marjon Cosmetics'dan olganman. Sen suluv deb qo'yibdi nomini. Mana shunaqangi teng qo'yib olaman. Qoshim oxirgi marta shu nima qilib yuribman. Anaqa bir marta laminatsiya qildirdim, ancha bo'ladi to'g'rirog'i. Shunaqa yoqdi o'zimga qoshlarim. Mana bo'ldi. Qoshim ortiqcha bo'yalgan, ortiqcha qora bo'lishini xohlamayman, yoqtirmayman. Katta o'zimga yarashmaganga o'xshaydi. Qovog'imni oldirganman qizlar. Mana ko'pchilik biladi, qovoqlarim olingan.
qovog'im oldirganimdan beri undan oldin ham o'zi qora chang qo'yardim. Hozir vashya qora chang qo'yishga o'rganib oldim, chunki shoflarim bilinmasin deb. Chetiga surkaman, qolgan joyini rastushokka qo'raman. Qalay bo'ldi. Oldin qovog'im borligida bunday qilib qo'yardim, mana bunday qilib tortib turib, qovog'imni bunday qilib ochib turib, keyin qo'yardim, chunki qovog'im to'sib qolardi strelkani. O'zim yoshligimdan qovoqli qiz bo'lganman. Yoshligimdan qarindosh urug'larim meni kariz, qirg'iz deb chaqirishardi. Mana strelkalarimiz ham bo'ldi. Makiyajsiz juda ham kamdan-kam holatlarda yuraman. Ayam yoshligim, kelinligimdan nima degan deylar. Qizim makiyaj qilib yurgan. Ani qo'shnilar, "Voy, bu Zaripaxonda nima kelini qirg'iz qovoq ekan deyishmasin, uyda makiyaj qilib yurgan" degan ayam. Demoqchimanki, makiyaj menga yarashadi, men esa makiyajga yarashaman. Bu pomadam juda qimmat emas. Golden Rose'niki, lekin rangi o'chmaydi, shunisi zo'r. O'zimni chetiga surkaganimni jechcha ochartirish uchun qo'yaman. Ha, doimgidek cho'zilmagin. Buni ham siqib, sil qilib suvini ichmagin. Dona-dona gapir. Umuman gapirmasang ham bo'ladi. O'zim gaplashaman Xudo bilan. Assalomu alaykum. Keldilaringmi? Yaxshimisizlar? Siz emasizlar? Voy, yaxshimisiz? Siz emasisiz? Voy, mana Atlas mebelga kirib turing, do'llaring kirib turibman deb. Voy, mebellari zo'r ekan. Mebellarni qarang, chiroyliligini, voy, spalniy mebel. Qizim, narxi qancha ekan? Xush kelibsiz. Bu mebellarimiz Andijonning IMAX fabrikasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Avvalgi narxi 26 million bo'lgan, hozirgi kunda aksiyada 18 million so'mdan. Matrasi ham yaxshi ekan, sifatlari ham juda ham yaxshi ekan. Shuni olaveramizmi? Yo. Opa, sizga gap berdim. O'xshatolmaysiz. To'xtang endi. O'zim gaplashaman Xudo bilan. Birinchidan, buni matrasi meni o'g'limga to'g'ri kelmaydi. Bellari og'riydi kuyov bola. Bu to'g'ri kelmaydi bizga. Bu meni o'ki tuzukroq. Keyin buni rangi uyimga mos kelmaydi. Mana uni tanlasak bo'ladi. Voy, sharmanda, og'zi ochildi-ku buni. Endi meni uyimga nima kerakligini men bilaman. Uyimda nima borligini ham men bilaman. Xaladinda 6 ta pomidori bor Xudo. Endi shuning uchun endi stol-stullarni ham ko'ramiz-da, billa. Stol bor edi-ku. Ya, u opam gapiraveradi bor deb men bilaman. Stol kelishmaydi. Opa, siz aralashmang dedim. O'ting, bundan o'ting. Bundan o'ting. Mana Atlas Media markazida stol-stulni xili bor ekan. Endi bizga kachtinirog'i bo'lsin deyman-da. Ya, siz Xudo tuda qilmang, yuring men bilan. O, kattarog'iga boramiz. Mana 6 million 900 ming ekan, 6 kishilik ekan. Mana ham yaxshi ekan, mana chiroyli ekan. Zo'r ekan, qarang. Siz aralashmang, hammasi siz aralashmang. Ya, Xudo bu yoqqa yuring. Biznikida keldi-ketdi-ku, men katta-kattalar bilan o'tirishlarim bor, zodagonlar bilan yuring. Ho, 12 kishilar ko'ramiz. To'xtang. Mana o'g'illar ham juda chiroyli ekanda, kushot. Yuring, tushlarni ko'raylikchi. Unda qangi stol-stul bo'lsa, mana qangi o'g'alagan bo'laveradi-da, biz ulfatlar bilan bemalol yotib, hammasi aralashmang dedim. Aralash. Xudo hovlimizda kattakon sahnasi, bog'i bor. Bog'imizga bitta mana shunaqangi bir chiroyli behzetga bo'lsa ham bo'ladi-da. Endi kelinim o'sha qizingiz suvlarni sepib, yerlarda og'darib yuradi-da. Hali yer ham og'daradimi? Ha, endi kelin bo'lgandan keyin qiladi-da. Ha, o'g'lingiz chipoq yeydimi o'sha mahal? Ha, biz o'g'ilni beli og'riydi. Menga o'xshaydi-da, meni ham belim og'riydi. U tortadi, qon suratda bizda shunaqangi kasallik bor. Endi Xudo meni erkak Xudoda bir hurmat qilsangiz, yana bir narsa bor. Atlas Mebel markazida mana shunaqangi massajli kreslolar bor ekan. Meni ham hurmat qilib bitta mana shunaqangi massajli kreslo olib bersangiz, uqalab qo'yadi. Endi o'g'ilda ham beli og'riydi-yu, unga kelin bor, uqalab qo'yadigan. Men endi yolg'iz. Ayol Xudoyiz qilib sil bo'lib o'lgan. Menga shuning uchun bitta mana shunaqangi bekorga o'lmagan ekan. Yo'q demasdim. Sen bilan yashash osonmi? Keyin mana kreslolar skitkada ekan. Mon qarang, ruchnoy upravleniyasi ham bor ekan. Ovora o'polmayman-da. Mana shu massajli kresloga yopishib qolgur, sordona qolgur. Sen meni qizimni ham sil qilib tugatasan. Senga beradigan qizim yo'q. Men qo'limni yuvib, qo'ltig'imga urib qo'ydim. Yordona qolgur. Voy, Xudo. Da qachonga? O'la qisib o'tirsang bo'lmasmi? Mana shu Xudoni ham qo'ldan chiqardik. Shu o'g'ling 33 ga kirdi, qachon uylaysan? Qachon kiradi senga? Parvo qilmang opa. O'g'limga mana shu hamma narsani olib beradigan Xudo topaman o'zim. O'rta